Nevroz nimaga ketmayapti? Bu holatni ichida biza kichkina sanagan judayam katta bo'lgan jarayon mavjud. Bu jarayon nevrozni umumiylashtirish deb nomlanadi. Ya'ni inson o'z nevrozini umumiylashtirib qo'yadi va bundan nima foyda oladi va bundan qanaqa ziyon oladi, qanaqa zarar oladi. Assalomu alaykum. Inson nevroz holatida yashar ekan, bu inson bu holatdan chiqishga maksimal harakat qiladi. Butun resursini sarflaydi. Va o'zi bilmagan holda, bu ayb emas hech qanaqa, o'zi bilmagan holda o'z nevrozini umumiylashtirib qo'yadi. Ya'ni qayerda nevroz videosi bo'lsa ko'radi, qayerda internetda nevroz haqida saytlar bo'lsa o'sha yerga kirib o'qiydi. Qayerda gruppalar bo'lsa, shu joyga kiradi. Kimlardir "Men tuzalib ketdim, hammani tuzataman" degan insonlarga quloq soladi. Aslida bu o'z nevrozini umumiylashtirib qo'ygani uchun bo'ladi. Aslida bundan inson qanaqa foyda oladi? Bu jarayondan inson foyda ola olmaydi, chunki u juda ham har xil epizodlar mavjud. Bu ish qilib ko'radi, bu insonni aytganini qilib ko'radi, qaysidir bir saytda yozilgan texnikalarni, qaysidir bir vazifalarni qilib ko'radi. Undan umuman foyda ola olmaydi. Chunki inson o'z nevrozini umumiylashtirib qo'ygan jarayonda nevroz bir qatlam deb o'ylaydi. Ya'ni nevroz bitta narsa deb o'ylaydi. Qaysidir bir vazifani qilsa, bu hal bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Mana shu fikr, mana shu umumiylashtirilgan epizod, jarayon inson nevrozini og'irlashtirishiga sabab bo'ladi. Bundan foyda ola olmaydi. Chunki bu umumiylashtirish foyda olinmagan jarayonning hisobiga "Men tuzala olmayman, men bu holatdan chiqib keta olmayman, mani davoyim yo'q, mana shuncha narsani qilib ko'rdim, mana shuncha aytilgan vazifalarni qilib ko'rdim, qaysidir bir internetda ma'lumotlar o'qidim, qaysidir bir gruppalarda o'tirdim, undan qaysidir bir insonlar yaxshi bo'lib ketdi, lekin men yaxshi bo'lmadim. Men вообще-то nevrozmanmi? Yo, men boshqa bir kasalmanmi? Balki men ruhiy kasaldurman. Balki men qanaqadir bir kasal bo'lib qolgandirman. Hech kim topa olmayotgandir, vrachlar bilmayotgandir deb hatto ikkilanishgacha sabab bo'ladi. Mana bu o'z nevrozini umumiylashtirib qo'yish jarayonida bo'ladi. Aslini olganda inson bundan foyda ola olmaydi va juda ham katta zarar oladi. Inson o'zi bilmagan holda o'ziga tushkunlikka yo'l ochadi bu holat orqali va juda ham ko'p o'zini urishadi, o'zini tergaydi, o'zini yerga uradi, "Sen qila olmayapsan, chiqa olmayapsan" degan vaziyatlar paydo bo'ladi. Avtoagressiya holatlari paydo bo'ladi insonda, o'ziga hurmat yo'qolib ketadi va juda ham ko'p psixoemotsionalniy напряжение hosil bo'ladi. Juda ham ko'p напряжение holatlari paydo bo'ladi. Aslida bu bizga hech qanaqa foydasi yo'q va zararli bo'lgan holat bo'ladi. Buni tagida nevrozni umumiylashtirib qo'yish va nevrozni bitta holat deb o'ylashib turadi. Qaysidir vaziyat qilaman, bu holat hal bo'lib ketadi. Va qanchadir metodlar qildim, qanchadir bir yo'nalishlarni oldim, hal bo'lmayapti. Значит, aytganimdek men qila olmayman, chiqa olmayman, men nevroz emasman, boshqa holatman degan ikkilanishlargacha paydo bo'ladi. Aslida aytib o'tganimdek, nevroz bu bir qatlama emas. Bitta holat, bitta jarayon emas. Qaysidir insonni nevrozi bir soniga to'g'ri kelsa, qaysidir bir nevroz insoni soni 872 ga to'g'ri kelishi mumkin. Qaysidir bir nevroz holatidagi insonni ichki jarayoni, ichki strukturasi 1050 ga to'g'ri kelishi mumkin. Bu taxmin qilib aytolmayman tushunarli bo'lishi uchun. Nevroz ichki holati bir-biriga o'xshamaydi. Chunki insonda xarakter har xil, dunyoqarash har xil. Bu insonda ichki chuqurlik har xil, jarayon har xil, vaziyat har xil. Mana shuni tushungan holda o'z nevrozimizni umumiylashtirish emas, har kimga to'g'ri kelgan narsa bizga to'g'ri kelsin emas, har qanaqa ma'lumot emas, bizani o'zimizni ichkari mexanizm, ichkari struktura, ichkari nevrozimizga yo'l ochishni boshlashimiz kerak. Mana shunda umumiylashish yo'qoladi, bizadagi ko'p напряжение holatlari yo'qoladi va o'z ichki jarayonimizni o'rganish boshlanadi. Mana bunda
inson boyiga yetganimdek o'ziga zarar beradigan, ziyon beradigan holatlar pasaygandan keyin stress darajasi ham pasayadi. Bu inson uchun judayam emotsional barqarorlikni oshiradi. Shuning uchun bugundan boshlab mani maslahatim, nevrozni hech qachon umumiylashtirmang. Qaysidir bir inson qaysidir bir texnikani qilib yo qaysidir bir maslahatga amal qilib yaxshi bo'lib ketgan bo'lsa, siz ham xuddi shu maslahat, xuddi shu texnika bilan bu holatdan ozod bo'lishingiz ehtimoli juda past. Mana shularga amal qilib, o'z ichki mexanizm, o'z ichki struktura va o'z nevrozinglarni o'rganishni maslahat beraman. Sog' salomat bo'linglar.